bir kuni Bahubali onasidan ruxsat so'rab, yangidan yezib atgan Bahubali qiz bola keltirish qo'llanmasiga material to'plash uchun boshqa ellarni kezib kelmoqchi bo'ladi. Balam, safarga chiqyapsa, sirtning qizlari bek yomon. Diqqat qilji-mu balam. Mahallimizda sen chachirmagan qizlar qolmadi. Ular seni hozir Bahubatqaq deydigan bo'lyapti. Unda qilaversang, o'g'in shatraq deb noming chiqib ketmasin. Shunga eng yaxshisi Katappani evol. Validam to'g'ri deydi Shahzoda. Nima qilaman apa bu tazni? Shahzodam to'g'ri deydi valida. Saz yigitning do'sti taz yigit deb anglamaganmi? Validam to'g'ri deydi Shahzoda. Bo'ladi ana. Validam davrdi Shahzodam. Shig'ning bordi go'sha debdiki. Oldimizda yo'yongchi bor. Ashada to'shaq qizlar bor deydi. Shu yak bir o'tib kelmamdiq. Oko'lchakning suvi bo'ldi-ku. Bir qapas ichib deyli. To'satdan suvning ustiga bir tup yovshan bo'lib ketgan jangshifillar chiqib qoladi. Voy, bu yer to'shaq so'ngrin to'lgan-ku. Bu zodini bo'lib ketdi. Ansirab ketmoq Shahzodam. Bular yandan-bayandan filmlarining haqsiz chiqishini saqlab yotganlar. Yana bir tarafda Xon validi Balo diva bilan yangi kayfoning planini muzokaralashyotdi. Balam, ma ordining keyniga biz xandonlikning archisini sanmoqchi. O'zang beshida turib, bahoni qiqas o'stirib, noch simdan birini qo'yib, o'ymilik so'tsini bir qilib baqamsa, jinim ana. Kerak emas fangchan uylaring. Kerak emas shirin so'zlaring. Dingpov kabi sening ko'zlaring. Nima desang rost, hey, ching aydi mama. Diqqatimiz davomliq Bahubalida bo'lsin. Bahu bilan Katappa ko'chada o'tgan qizlarga nomer qo'yib menvatdi. Oy, mollarning faqat tayini yo'q-ku bu yerda. Dal bu chaqda Kuntala davlatining Taxtirvon atrati bu yerga kelib qoladi. Taxtirvon ishida o'ltirgani Kuntala davlatining malikasi, go'zallikda tangdishi yo'q, hozirgacha yigiti yo'q Sharvonaxon edi. Bundaq chiroyli qizning malisiga qadam tekshirib qilganligini ko'rgan qaroqchilar "Voda" desa "Voda" deyishib, malikaga qarab yuguraydi. Bu qizning o'zini jamolini ko'rgan Bahubali, "Ha, 90 nomer qo'yib etdim, chanrillarni yuyib etdim, haspa menga Katappa, taqdirimga yezib etdim." Sharvonaxon faqat bir soyib jamolla bo'lib qolmasdan, yana texi dangliq qilishvoz chamboshchi, yogachi, masoji edi. Hamma sohalarda oltin medal olgan bu qiz ko'z-ko'z qilish uchun burun quloqlarga medallarni esib yuratdi. "Hasaki! Hasaki! Hasaki!" Bahubali bu qizga qarab ichidan suyunib ketdi. Ha, bu qizning chiroyidan qarsam, g'azab tayoq ko'tardigan chiroygu. Bir kunda 3 qitim ursammi ko'tardigan chiroy. Dushmanlar kayni-kaynidan bostirib keldi. Lekin Bahubalining xiyoli bu qizni qandoq urishdi qoldi. Dushmanlarni yer tishlatgan Sharvonaxon Bahubali bilan Katabbani ko'rib qattiq ranjib ketdi. "Chiqing, nima qilishding? Men o'zim yolg'iz cho'nglo'da tanjang qilib ketdim. Birasin kelib puju qilishmiding? G'azab kim birini bilaysizlar-ku?" "Ranjiman xinim, mening bu jiyanim endi boshlang'ishni bitdagan. Sal aqli kamtuk. Hayotim men uni doya qilib ketgan. Sizdek qavshular yetakchilik qilmasa, ma bola menimi kingli qiladigan chiray. "Xanam menimi deyli qilib qo'ying, menimi deyli qilib qo'ying." Oldu, o'zimmi gutay. Bu odamning ismi Jasorat bo'lib, to'yminni tejab qilish uchun o'zining navir singlisi Sharvonaxonni olaman deb kus-kus maytsiga urdigan, lekin intoyin qo'rqinchoq to'g'i-bo'g'i bir nima edi. U Sharvonaxonning oldida o'zini ko'rsatib qo'yish uchun Bahubaliga qilishvozlik o'rgatdi. Esingda bo'lsin. Boshda jasudim birini olsa, andin mandaroq bir qilishni ilib, manda chapsa, manda chapsa. Bahubali Sharvonaxonning chiroyiga qarab, o'zini bilmagan asosda birli kuchab ko'takni o'ttirdan ishga qilib dedi. Bir chet turgan Katappa gupponchilik qilib, bu to'kmaning hammasini jasoratga otdi. Xalqlardan jasoratning dahshat bir chanaydigan bo'lishganligini anglab, Sharvonaxon uni izlab kelib, naq maydonda ko'takni chanab berishini so'raydi. "Anglasam sizni bek chanaydi" deydi. "Chanamsiz, chananga, menimi chananga." Bu chaqda Katappa tuyuqsiz yugurib kelib, uni to'sib oldi. "Ey qo'jam, ukash o'g'anda bek kuchab ketmang. Siyriqatni eshitib olasiz. Davomini ko'makchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpatti yizig'liq." Bir qo'y to'lab ko'ramishdi. Qo'g'amni egib. Tfi!